Nog'da milliy maktabining biologiya fani o'qituvchisiman. Atrof muhitni ifloslanishiga birinchi o'rinda inson o'zi sababchi. Sababi o'quvchilar nima sababdan biologiya fanini o'qish kerak degan savolingizga, inson nazariy jihatdan amaliy o'rgansa ko'proq esda qoladi deyiladi-ku. Agar sen tabiatga ta'sir ko'rsatmasang, tabiat shundoq ham o'zini o'zi boshqara oladi. Assalomu alaykum. Men Alimardon Nurmamatov, Nog'da milliy maktabining biologiya fani o'qituvchisiman. Meni biologiya o'qituvchisi bo'lishimga asosiy sabab yoshligimizdan tibbiyot xodimlariga havas qilishimiz bo'lgan. Oq xalatli kiyib, bemorlarning dardiga shifo bo'layotganligi asosiy sabab bo'lib xizmat qilgan va bu sohada yaxlit ayta olmayman, birinchi katta ustozim sababchi bo'lganlar. Sababi tibbiyot xodimi bo'lishga harakat qilib, kimyo biologiya fanini o'qib yurgan paytimizda ustozimizga mavzu topshirish jarayonlarida ustozimiz aytardilar: "Sen tibbiyot xodimi bo'lishdan ko'ra biologiya o'qituvchisi bo'lishga ko'proq loyiqsan" degan fikrlarni aytib o'tganlar. Yana bitta narsani hayotimiz mobaynida amin bo'lib kelyapmiz. Ustoz oldinni ko'ra biladi degan narsalarga hayotimiz mobaynida ishonib, ularni aytib o'tgan fikrlarni yana qayta o'rganib kelmoqdamiz. Asosan o'quvchilarimizni biologiya sohasiga qiziqishlarini uyg'otish maqsadida ular bilan hayotda ko'rgan voqealarini eslatib yokida ularni hayotda o'rganayotgan narsalarini biologiya bilan taqqoslab ketishi ko'proq yo'lga qo'yganmiz. Undan tashqari biologiya fani bo'yicha kelgan ma'lumotlardan foydalanib, o'quvchilarimizning fikrlarini ham inobatga olib, ularning qiziqishlarini yanada qulashtirishga xizmat qilib kelyapmiz. O'quvchilarimiz orasida yaqinda tashkil etdik. O'quvchilarimiz o'zi uy sharoitida mustaqil holatda o'simlik urug'ini olib, biz ko'rsatib bergan ko'rsatma asosida ekib, o'stirib, ularni o'sish jarayonlarida kuniga necha marta sug'orishlari yokida kuniga qancha uzunlikda o'sayotganini tajriba sifatida ko'rib borayotganmiz. Buni videosini ulashamiz. Bu tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsad o'quvchilarimizning tabiatga bo'lgan muhabbatini yanada oshirish, o'quvchilarimiz o'simliklarga bo'lgan munosabatini yaxshilash. Bu savolingizga, ya'ni o'quvchilar nima sababdan biologiya fanini o'qish kerak degan savolingizga, o'quvchilar agar tabiatga noto'g'ri munosabat bildiradigan bo'lsa yoki tabiatga bildirayotgan munosabati to'g'rimi yoki noto'g'riligini bilmaydigan bo'lsa, salbiy ta'sirlar yuzaga chiqadi. Mana shu salbiy ta'sirlarni kamaytirish maqsadida o'quvchilarning har biri bosqichma-bosqich, ya'ni 5-chi, 6-chi, 7-chi sinf yuqori sinflarga borgan sari o'ziga xos tartiblashtirilgan tizim bo'yicha, darslik bo'yicha dars o'tib boriladi va ularni tabiatga bo'lgan munosabatiga bu juda katta ta'sir ko'rsatadi. Agarda o'qituvchi tomonidan bu narsani tushuntirib berilsa. Xo'p, birinchi o'rinda har bir o'qituvchida bo'lsa kerak bu narsa. Birinchi o'rinda o'quvchini o'ziga jalb qilish bu albatta nutq talab qiladi. O'quvchilarimizni birinchi o'rinda o'zimizga qaratishimiz bu birinchisi kiyinish madaniyatimiz, ikkinchisi bolalar bilan iliq munosabatimiz hisoblanadi. Bu iliq munosabat o'rnatganimiz sababli o'quvchilarimiz bizga havas qiladi va fanimizni chuqurroq o'rganishga harakat qilishadi. Xo'p, o'quvchilarni darsga jalb qilishda bu har bir o'qituvchining o'zida bo'ladi bu narsa. Misol uchun, o'quvchilarni o'ziga jalb qilishda birinchi o'rinda o'qituvchini nutqi yaxshi bo'lishi kerak. Nutqi yaxshi bo'ladigan insonlarni o'ziga jalb qilish ancha yaxshiroq bo'ladi. Yana bitta metodika bor. Agar bolaga dars o'tish davomida ovozi bir xil miqdorda ketmasligi kerak. Agar ovoz balandlab, pastlab turadigan bo'lsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Misol uchun mana o'quvchiga dars berayotgan vaqtingizda baland ovozda ham gapirib bo'lmaydi, past ovozda ham gapirib bo'lmaydi. Bu tempi o'zgarib turishi insonlarga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Misol tariqasida o'zimizda ham juda ko'p bo'ladi. Misol uchun bu biologik nuqtai nazardan ham to'g'ri. Agar insonga yoki umumiy olganingizda atrofda boshqa inson bilan gaplashayotgan vaqtingizda ham agar birdaniga ovozingiz pasayib ketib qoladigan bo'lsa, nimaga bu pasaydi ekan degan fikrga boradi. Ikkinchisi, ovozingizni ko'targaningizda nima uchun baland gapirmoqchi degan fikrga boradi. Shuning uchun ham biz ovoz balandlashtirib, pasaytirish metodidan foydalanamiz ko'proq darsda. O'quvchilarni tabiatga bo'lgan muhabbatini oshirish, qolaversa atrofdagi insonlarni tabiatga bo'lgan muhabbatini oshirish muhim deb sanayman. Sababi bizdan qancha yildir avval o'simliklar dunyosini ko'lami ancha keng bo'lgan va atmosfera havosi bundan musafforoq bo'lgan. Bora-bora o'simliklarni kesish hisobiga yokida o'simliklarga noto'g'ri munosabatda bo'lish hisobiga tabiatda iqlim o'zgarishi yoki shunga o'xshash jarayonlar juda ko'p bo'lib boradi. Misol tariqasida o'simliklar sonining kamayishi natijasida atmosfera havosida karbondioksid ko'payib ketib qoladi. Buning natijasida muz okeanlari, misol tariqasida Antarktida muzlar erib, juda ko'p toshqinlar yoki shunga o'xshash har xil tabiat hodisalariga sabab bo'ladi. Endi bu narsalarni chuqur holatda olib borish shart emas. Sababi o'simliklarni biz hozirgi holatda ushlab qoladigan bo'lsak, keyingi avlodlarimizga ham xuddi shunaqa holat boradi. Agar biz tabiatdagi o'simliklar sonini qisqartirib boraveradigan bo'lsak, borgan sari ahvol yomonlashib boraveradi. Biologiyani sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, biologiya sizni va bizni atrofimizni o'rab olgan tirik olam hisoblanadi. Bu tirik olamda sizni va bizni ko'zimizga ko'rinadigan va ko'rinmaydigan juda mayda jonzotlar va bizni ko'zimizga ko'rinib turadigan har xil hayvonlar, o'simliklar bor. Mana shu biologiya hisoblanadi.
bu sohaga kirib kelishimiz o'zimizni yaqinlarimiz orasida bemor shaxslar bo'lgani hisoblangan. Ularni dardiga shifo topaman, meditsina xodimi bo'lib turib degan maqsadda bo'lgan. Meditsina yo'nalishi bizga nasib qilmagan, lekin o'sha vaqtda o'zim qattiq ko'nglimga tugib qo'ygan bitta narsa bor. Kelajakda men o'qitgan o'quvchilarim meditsina sohasida katta yutuqlarga erishadi degan narsalarni o'zim oldimga maqsad deb qo'yganman. Har bir inson hayotida tanlagan maqsad bo'ladi. Ana shu maqsad sari kichik qadamlar bilan sekin-asta yetib boradi. Agar o'sha maqsad sari ketayotgan yo'lida kichik qadamlarni to'g'ri bosib bora olmasa, u maqsadga erisha olmay qoladi. Bizning maqsadimizga yetisha olmay qolishimiz asosiy sababi kimyoga bo'lgan muhabbatimiz yaxshi bo'lmagan. Shuning uchun kimyo fanini yaxshi o'zlashtirmaganimiz sababli meditsina xodimi bo'la olmaganmiz. Endi meditsina sohasida o'qiyman degan o'quvchilar uchun asosiy fakt aytib ketamiz. Agar meditsina xodimi bo'lmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda biologiya, ikkinchi o'rinda kimyo fanini chuqur o'zlashtirish kerak. Bilmadim, kimyoni qay darajada o'rganish kerak yoki qay darajada unga muhabbat qo'yishni bilmayman. Sababi kimyo menga qiyinchilik tug'dirayotganda, matematikadan ham qiyin tuyulayotgan. Shuning uchun kimyoni yaxshi o'qimaganmiz. Shu sababli meditsina xodimi bo'la olmay qo'yganmiz. Lekin baribir qachon bo'lsa ham meditsina xodimi bo'laman degan narsani his-tuyg'uni ichimga tuyib qo'yganman va faoliyatimiz mobaynida biologiyani o'quvchilarimizga chuqurroq o'rganish maqsadida ularga yangi metodikalarni qo'llash, ularni ilm fanga bo'lgan qiziqishini uyg'otish maqsadida yangi metodlarni ishlab chiqamiz va bu borada biologiya sohasida yaxshi natijalarga erishib kelayotganmiz. O'quvchilarimizni biologiyani chuqur o'rganishi, kimyoni chuqur o'rganish natijasida ularga yaqindan yordam berishga astoydil bel bog'laganmiz, ularga yaxshiroq o'rgatishga maqsad qilganmiz. Atrof muhitni ifloslanishiga birinchi o'rinda inson o'zi sababchi. Sababi insonlar foydalangan narsasini o'zi belgilangan joylarga tashlab yuradigan bo'lsa, atrof muhit bu darajada iflos bo'lmaydi. Har bir inson o'zini atrof muhitiga bo'lgan munosabatini ijobiy, agar yechim topa oladigan bo'lsa, agar tabiatga bo'lgan munosabatini yaxshi olib boradigan bo'lsa, atrof muhit bu darajada iflos bo'lmaydi. Endi bizda atrof muhitni tozalash uchun ham imkon bor. Sababi insonlarni tabiatga bo'layotgan salbiy munosabatlarni cheklab qo'yib, yangi yondashuvlarni ishlab chiqib, agar ularni ommaga birinchi o'rinda xalqqa o'rgatiladigan bo'lsa, bu ancha yaxshi natija beradi. Agar sen tabiatga ta'sir ko'rsatmasang, tabiat shundoq ham o'zini o'zi boshqara oladi. Sababi o'simlik erta bahorda barg, gul hosil qiladi va kech kuzga borib barglarni to'kib yuboradi. Agar o'simlikka barglarini yig'ishtirib olib, qazon qilib yoqmasak, o'simlik churgan barg tuproqqa tushib, joydagi chirituvchi bakteriyalar hisobidan qayta anorganik moddalarga parchalanadi va kelasi yilgi o'simlik bahorda undan foydalanadi. Faqat insonlar tabiatni o'zini o'zi boshqarishiga ta'sir ko'rsatib turadi. Agar bu ta'sirlar kamayadigan bo'lsa, tabiat iziga tushishi mumkin. Tabiatni asrash bu har birimizni hayotimizni yaxshilanishiga sabab bo'ladi va bu borada o'quvchilarimiz, maktab o'quvchilarimiz bilan sayohatga chiqqan vaqtimiz, ularni atrof muhitga boshqa insonlarni chiqindilar tashlab ketganini ko'rib, ochig'i ko'nglimiz g'ash bo'lgan va bu uchun o'quvchilarimiz bilan bir saf tortib, o'sha atrofdagi narsalarni yig'ishtirib, atrof muhitga bir muncha bo'lsa ham, oz miqdorda bo'lsa ham ijobiy ta'sir ko'rsatganmiz degan umiddamiz. Tibbiyot sohasini tanlagan o'quvchilarimizga asosiy ko'rsatmamiz yoki ularga maslahatimiz birinchi o'rinda fanni seva bilish kerak. Agar fanga muhabbat qo'ymasa, inson hech narsani o'rgana olmaydi. Agar insonni ichki tuzilishlarini yoki-da tirik organizmlarning ichki tuzilishini, ularning tabiatda bo'layotgan bir-biriga bo'lgan munosabatlarni o'rganib chiqiladigan bo'lsa, ancha maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana bitta narsa, o'quvchilarimizni biologiya sohasini oson o'rganishi uchun o'zini atrofidagi narsalarni tabiatga bog'lash kerak. Agar inson o'zini tabiatga bog'lasa va biroz chetdan ularga nazar solsa, uni o'rganishi, uni tushunishi ancha yaxshi bo'ladi. Va juda ko'p aytiladi, inson nazariy jihatdan amaliy o'rgansa ko'proq esda qoladi deyiladi-ku. Misol uchun, nazariy o'rgangan bilan amaliy bajarmasa, minusda o'ziga. O'zi o'rganadigan bo'lsa, ancha yodida qoladi. Va bu uchun ham aynan o'sha kichik yoshli o'quvchilarimiz, ya'ni 5-sinf o'quvchilarimiz orasida o'zlari shaxsan urug' ekib o'stirishlarini vazifa qilib bergan. Ideal maktab birinchi o'rinda tartib-intizomga asosida qurilgan maktab hisoblanadi. Bu shaxsan o'zimning fikrim. Agar tartib-intizom bo'lsa, bolalarda o'sish, rivojlanish ancha yaxshi bo'ladi. Ikkinchisi, o'quvchilar orasida raqobat kuchliroq bo'ladigan bo'lsa ham, bu menimcha ancha samara beradi. Yana ideal maktab birinchi o'rinda bu maktabga kelgan paytimda bu joydagi sharoitlarni ko'rib, ochig'i yana qaytadan yoshligimga qaytib, yana shu maktabda ta'lim olish hissi bo'lgan va bu maktabda o'qiyotgan o'quvchilarga juda havas qilaman. Undan tashqari, o'qituvchilikka ham juda havas qilardim. Nasib qilib, men o'qituvchi bo'lib ishlayapman. Haqiqatan bu maktab, bilmadim, boshqa maktablar bilan asoslab ko'rishga ham harakat qilmayman. Sababi meni ko'nglimdagi hamkasblar, meni ko'nglimdagi o'quvchilar bor bu joyda.